80 20 ta. 80 120 minglik bo'ldi. Jamol aka, mana shundan yiringlar bering. O, bugungi tirikchilikmi, yeringlar qo'yarsam? Ha, yo'q aka, Bekzodgan ishga kirgizib qo'yganlarga har kunga beradiganim bor. Tushunmadim. Bekzod seni ishga kirgizganiga ta'magarlik qilib haq olyaptimi sendan? Boshida shunaqa kelishganmiz aka. O'zi shu o'tdamidi hozir? Qani yurchi? Bekzod bir amalingni eshitib rosa xafa bo'ldim, ukam. Nega Jamol aka, tinchlikmi? Bir odamni ishga kirgizganing evaziga haq olgan ekansan. Bu ta'magirlik bo'ladi, ukam. Nabiy sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bir inson kelib so'radi: "Ey Allohning rasuli, menga shunday amal o'rgatingki, Alloh ham, odamlar ham meni yaxshi ko'rsin" dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday javob qildilar: "Dunyoga qiziqmagin, Alloh seni yaxshi ko'radi. O'zgalar narsalariga qiziqmagin, shunda odamlar seni yaxshi ko'radi" dedilar. Inson zoti ta'ma qilishi mumkin bo'lgan yagona zot Allohdir. Qilgan ibodatlarimiz uchun oxiratda Allohning rahmati va shafoatiga erishishlikdek narsani so'rashligimiz Allohga mahbub amaldir.